Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz ma'no bo'lib chiqsa-chi. Shunda turaverar ekan. Mayli, qo'l bo'ladi, uzr. Konsertdan nimalarni kutyapsiz? Konsertdanmi? Men o'ylaymanki, bu konsertni umuman o'zbek xalqimiz juda ham kutishdi, uzoq kutishdi, juda ham с нетерпением deydi-ku, kutishdi. Chunki Ibrohim Tatilsiz buyuk san'atkor, ustoz san'atkor, bizni o'zbek muxlislarimizga ham, o'zbek san'atchilarimizga ham ustoz san'atkor deb bilaman. Hammamiz mana shu Ibrohim Tatilsiz qo'shiqlarda o'sganmiz. O'shanga bir quvonch bilan shu konsertni kutib olyapmiz. Sizchi? Oldin shu Toshkentga bir kelib ketganlarida, endi biz kichkina bo'lganmiz. O'zi mendan ham ko'proq adam orzu qilardilar o'sha insonni ko'rishni. Mana hozir bugungi nasib qildi adam bilan birga o'tirib, shu insonni jonli ko'rib, shu ashulalardan bahramand bo'lish